Hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olim. Wall Street Journal agentligining xabariga ko'ra, Donald Trump o'zining ultimatumidan keyin Eronni vositachilar orqali yo'llagan tinchlikka erishish variantini rad etgan va Tehronga so'nggi muddatni belgilagan. Wall Street Journal'ni ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Oq uyda o'tkazilgan an'anaviy Pasxa tadbiridan so'ng Eron bilan olib borilayotgan muzokaralar jarayoni haqida maxsus bayonot bergan. Uning so'zlariga ko'ra, Tehron mojaroni to'xtatish bo'yicha muhim taklif kiritgan, ammo Amerika Qo'shma Shtatlari uni yetarli deb hisoblamayapti. Bu esa o'z navbatida 7-aprel kunini kelishuvga erishish uchun so'nggi muddat bo'lib qolishini bildiradi. Eronning IRNA agentligi esa bu ma'lumotni o'zgacha talqin qilmoqda. IRNA agentligiga ko'ra, Tehron Trampni o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi taklifini rad etgan. IRNAning bildirishicha, Tehron o'z javobini pokistonlik vositachilar orqali yetkazgan. Unga ko'ra, Eron tomoni vaqtinchalik o't ochishni to'xtatishni istamasligini bildirib, doimiy kelishuvni talab qilgan. Ya'ni Tehron mojaroni, agar urushni shunday atash mumkin bo'lsa albatta, vaqtincha emas, abadiy to'xtatishni talab qiladi. Shuningdek, ular boshqa talablarni ham ilgari surmoqda. Jumladan, hujum davomida yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash va sanksiyalarni bekor qilish masalalari hali o'z yechimini topganicha yo'q. Eron shuningdek, Ormuz bo'g'ozida kemalar harakati masalasini ham tartibga solishni taklif qilmoqda. Avvalroq amerikalik ommaviy axborot vositalari Amerika Qo'shma Shtatlari vakillari Eronga 45 kunlik o't ochishni to'xtatishni taklif qilgani haqida yozgan edi. Shu bilan birga Donald Trump bu formatdagi kelishuvga rozilik bergan emas. Eslatib o'tamiz, Ummon qirolligi va Eron vakillari Hormuz bo'g'ozida kemalar harakatini nazorat qilish masalasini hal etish bo'yicha muzokaralar boshladi. Bu haqida Ummon qirolligi Tashqi ishlar vazirligi o'zining rasmiy sayti orqali dunyoga xabar bergan. Xabarda aytilishicha, Tashqi ishlar vazirlari o'rinbosarlari darajasida uchrashuv bo'lib o'tgan va unda har ikki tomon mutaxassislar ham ishtirok etgan. Uchrashuv davomida kemalar harakatini tartibga solishni turli ssenariylari muhokama qilingan. Eron avvalroq Ummon qirolligi bilan birgalikda kemalar harakatini nazorat qilish bo'yicha kelishuv bayonotini tayyorlayotganini ma'lum qilgan edi. Taxmin qilish mumkinki, Ormuz bo'g'ozi nazoratida Ummon qirolligi ham ishtirok etishi mumkin va bu o'z navbatida Qo'shma Shtatlar shuningdek Isroil uchun keng imkoniyatlarni taqdim qiladi. To'g'rirog'i, Tehron bo'g'ozni Tramp va Isroilga o'zi tomonidan emas, Ummon qirolligi tomonidan ochib berishni rejalashtirmoqda. Ammo bu taklif uzoq muddatda tinchlikka olib keladimi yo'qmi, buni endi faqat va faqat vaqt ko'rsatadi. Shuni unutmaslik kerakki, Donald Trump 6-aprel kungi o'z bayonotida Eronni bir kechani o'zida yo'q qilish mumkinligiga urg'u berib, bu kun 7-aprel kuni bo'lishi ham mumkinligini bildirgan. Bilmaganlar uchun katta eslatma. Eronni Fars agentligi xabar berishicha, hujum boshlanganidan beri Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil hujumlari natijasida Eronda 250 nafar o'quvchi va 60 nafar o'qituvchi halok bo'lgan. Hozirgacha, ya'ni 6-aprelgacha 750 ta ta'lim muassasasi zarar ko'rgan. Minab shahrida qizlar uchun mo'ljallangan boshlang'ich maktabga berilgan zarba natijasida esa bino butunlay vayron bo'lgan. Qurbonlar soni 170 nafardan oshgan. Fars agentligining axborotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bu binolarni barchasiga Tomahawk qanotli raketasi orqali hujum qilgan. Endi Eronga hujumni Qo'shma Shtatlar uchun qanchalik qimmatga tushgani haqida qisqacha so'z yuritamiz.
Iran Warcos Tracker ma'lumotlariga ko'ra 36 kun davomidagi xarajatlar 42 milliard dollardan oshib ketgan. Bu hisob-kitobga hali shaxsiy tarkibni saqlash, kemalarni ko'chirish va boshqa qo'shimcha xarajatlar kiritilgan emas. Metodika Pentagon ma'lumotlariga asoslangan bo'lib, dastlabki 6 kun Qo'shma Shtatlar g'aznaxonasiga 11,3 milliard dollarga tushgan. Keyingi kunlik xarajatlar taxminan 1 milliard dollar atrofida baholanmoqda. Ya'ni Qo'shma Shtatlar Eronga hujum uchun kuniga 1 milliard dollar pul sarflamoqda. Bu pullarni Donald Trump muhtoj mamlakatlar iqtisodiyoti uchun sarflaganida ishonchimiz komilki, u so'zsiz o'zi orzu qilgan Nobel mukofotini qo'lga kiritgan bo'lardi. Bu gapga esa tushundi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.